Mamlakatimiz prezidenti raisligida parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbarining xalqaro minbarda aytgan fikrlari nafaqat global muammolar yechimi, balki mamlakatimizning ochiqlik siyosatini, demokratik yuksalish yo'lini, tinchlikparvar tashqi siyosatini yana bir bor namoyon etdi. Assambleyada dunyoning barcha qit'alaridan 181 ta milliy parlament va 15 ta mintaqaviy uyushmani birlashtirgan delegatsiyalar ishtirok etishdi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro' e'tibori yuksalayotganidan dalolat beradi. Ta'kidlash joizki, muhtaram prezidentimizning ushbu nutqlari butun parlamentlararo assambleya ishtirokchilari juda ham katta taassurot qoldirdi. Jumladan mazkur nutqda agar e'tibor beradigan bo'lsak, bugun yangi O'zbekiston sharoitida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan parlament sohasida, mahalliy kengashlarni vakolat sohasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar butun ishtirokchilarning diqqat e'tiboriga havola qilindi. Xususan yangi konstitutsiyamiz asosida parlamentda Qonunchilik palatasini mutlaq vakolatlari oshirilganligi, senat vakolatini yanada oshirilganligi va shu bilan birgalikda Oliy Majlisni ayrim vakolatlari mahalliy kengashlarga o'tkazilganligi va bu borada deputat hamda senatorlarning mas'uliyatini yanada oshganligini biz ta'kidlab o'tishimiz joiz. Xususan biz bugungi kunda mahalliy kengash deputati sifatida aytishimiz mumkinki, bugun nafaqat mamlakatda, balki hududlarda qabul qilinayotgan sessiya qarorlari, sessiyadagi ko'tarilayotgan masalalarni dastlab doimiy komissiyalarda o'rganilishi, joyiga chiqib o'rganilishi va mana shu qarorlarni tayyorlashda bevosita aholi vakillarini fikrlarini inobatga olish amaliyotini yo'lga qo'yilganligi bu juda ham tahsinga sazovor. Shu bilan birgalikda bugun mamlakatimizda parlament sohasida ayollarning nufuzini oshganligi, ya'ni bugungi kunda Oliy Majlisda 38% demak ayollarning ulushi tashkil qilayotganligi, mamlakatimizda yoshlar parlamentini tashkil qilinganligi prezidentimiz tomonidan alohida e'tirof etib o'tildi va bu mana shu assambleya ishtirokchilarida juda ham katta taassurot qoldirdi. Muhtaram prezidentimiz nafaqat mana shu assambleyada nutq so'zlashda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, balki bugungi kunda butun jahon hamjamiyatini diqqat e'tiborida turgan, tashkil qilayotgan muammolar to'g'risida ham aniq xulosalarni aytib o'tdilar. Xususan bu fikrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi navbatda bugun mintaqalarda amalga oshirilayotgan nizolar, mamlakatlar o'rtasida demak globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan ayrim tahdidlar, shu bilan birgalikda bugun demak xalqaro miqyosda xotin-qizlar huquqini yanada oshirish lozimligini muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tdilar. Bugun jahon hamjamiyatida o'zini muammosini kutib turgan masalalar, ya'ni iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar, tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq masalalar, ekologiyani asrab qolish bilan bog'liq masalalar ham muhtaram prezidentimizning nutqlaridan alohida o'rin oldi. Albatta bu mana shu assambleya ishtirokchilarida har bitta masalani mintaqalar doirasida emas, demak global sharoitda, global demak miqyosda maslahatlashuv asosida yechim topish lozimligini ko'rsatib bermoqda. Mana shu assambleyada muhtaram prezidentimizning ishtirok etganliklari va bevosita nutq so'zlaganliklari bugun mamlakatimizni xalqaro miqyosda o'zini qat'iy pozitsiyasiga ega ekanligi va barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashda, farovonlik ta'minlashda O'zbekiston tinchliksevar mamlakat ekanligini yana bir bor ko'rsatib berdi.